ko'zni g'ilayligi bo'yicha bemorlarni ko'rdik, davoladik, ba'zilarini operatsiyaga tayyorlagan holatlarimiz bo'ldi. Yoshligidan g'ilaylik bo'ladi, yoshi kattalar yo birorta qarindosh yetadi, tiq tekkizmaylar. Yoshi katta bo'lganda o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Ba'zida o'sha ko'zni tashqari tortadigan mushak bo'lmaydi. Uni qancha nevropatolog davolasang foydasi yo'q. 1 yil oldin qayerda operatsiya bo'ldingiz? Nimadir sizga yoqmadi. G'ilayligingiz bo'ldi. Qaytib bizga kelsangiz biz to'g'rilaymiz u g'ilaylik. Lekin qo'lda vypiska bo'lsa, qaysi mushagida qancha ishlanganligini bilsak, bizga keyingi etapda qilishimiz bizga oson bo'ladi. Operatsiyani to'y uchun yokida to'yiga 1 oy qoldi, 1 hafta qoldi deb kelishadi. O'shanaqa paytda qildirmasdan uni o'zini belgilangan yoshligida qildirib qo'yadigan bo'lsa, ham bola birinchi navbatda ko'rish o'tkiligini saqlab qolamiz. Ham o'sha yetib o'tganingizdagi hayotda o'z o'rnini topishga qiynalmaydi. Assalomu alaykum azizlar. G'ilaylik bo'yicha bizda juda ko'p bemorlarimiz bor. Operatsiya qilamiz, davolaymiz, ba'zilarda ko'zoynak beramiz. Har kunlik ishimizning bir qismi, ya'ni o'sha g'ilaylik bo'yicha ko'zdagi ichkariga, tashqariga yoki ko'z tepaga ketishi, ko'zni pastga ketib qolishi yoki ko'zni pastga qaraganda xuddi uchburchakka o'xshab pastga qarab yoki tepaga qaraganda ko'z tepaga ketib qolish holatlarini ko'p ko'ramiz. Bugun ham ko'zni g'ilayligi bo'yicha bemorlarni ko'rdik, davoladik, ba'zilarini operatsiyaga tayyorlagan holatlarimiz bo'ldi. Bu Ko'z nuri klinikasini hozirgi paytda hamma filiallarda g'ilaylik bo'yicha bemorlarni ko'rish, kuzatish yo'lga qo'yilgan va operatsiyalarni biz o'sha bemorlarda o'tkazamiz. Mening ismim doktor Hikmatulloh, Ko'z nuri klinikasida ishlayman va 20 yildan ziyod ko'z faoliyati bo'yicha shug'ullanib kelaman va lazerli operatsiyalar bo'yicha, ko'zdagi muammolar bo'yicha ishlayman. Assalomu alaykum. Muslimbekov Muzaffar. Ko'z nuri klinikasida bolalar va kattalar oftalmologi bo'lib, okuloplastik jarroh bo'lib ishlayman. Klinikamizda yillar davomida har yili 400 dan ortiq g'ilaylik, qovoq tushishlari, ko'zdagi plastik operatsiyalarni bajarib kelamiz. Praktikamiz davomida, ishimiz davomida juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Ular o'sha tug'ilgan zahotidan murojaat qilgan bemorlar bor. 60, 70, 80 yoshda ham murojaat qilgan bemorlar bo'ladi. G'ilaylikka asosiy sabablarini o'rganib chiqamiz, kelib chiqish sabablarini ko'ramiz, tekshiruv ishlarini qilamiz. Shunga qarab qaysi turda davolaniladi, nimalar qilish kerak, bemorlarimizga har doim tushuntirib, ularga eng to'g'ri yo'llarini ko'rsatib boramiz. Demak, eng ko'p uchraydigan hozirgi g'ilayliklar eng ko'p ko'zni tashqariga ketishi va ko'zda ichkariga ketishi g'ilayliklarni juda ko'p kuzatamiz. Asosiy masalan 100% g'ilaylik bo'lsa, o'shandan menimcha bir 90% holatida shu g'ilaylik. Lekin yana bir 20% g'ilayliklarda bu o'shalarga qo'shimcha qanaqadir qo'shimcha g'ilayliklar qo'shiladi. Demak, biz buni asosan qaysi yoshdan biz buni to'g'rilaymiz, qaysi yoshdan o'zi ko'rsatish kerak deb turib shu bemorlar so'raydi. Bolada g'ilaylikni sezish bilan o'zi shifokorga olib ko'rsatish kerak deb hisoblayman. 1 yosh bo'ladimi, 3 oylik bo'ladimi, 10 yosh bo'ladimi, farqi yo'q. Necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar uchradimi ko'rsatish kerak. Bitta holatda aytaman. 8 yil davomida g'ilaylik bo'yicha davolanib kelgan bemorni ko'rdim. Ikkita ko'zda g'ilayligi bor. Bemorning ko'zida nima deb o'ylaysiz? Faqat g'ilaylikmi? Yo'q. Ko'zida tug'ma katarakta bor ekan. Ikkita ko'z 8 yil davomida 11 yoshgacha, 12 yoshgacha bolani mutaxassis, endi uni mutaxassislar demaymiz-u, faqat shu g'ilaylik bo'yicha shug'ullanib qolganda ko'zda kataraktaga qaramagan. Ko'rdim, ikkita ko'zda kataraktasi bor. Gavharni almashtirib gavhar qo'yib berdik. Keyin g'ilaylik davoladik, g'ilaylik yaxshi bo'lib ketdi. Mana shunday holatlar ham ko'p uchrab turadi. Agarki masalan o'sha bolani faqat g'ilaylik emas, ko'zining ichini ham ko'rsatish kerak-da. Buni ko'zda g'ilaylikdan boshqa birorta kasalligi bormi degan savol. O'shaning uchun bizda g'ilaylikni turiga qarab turib davolaymiz. Endi bu juda katta tema. Biz hozir sizga g'ilaylikni qachon operatsiya qilish kerak, qachon operatsiya qilmaslik kerak, qachon ko'z doktori davolash kerak, qachon nevropatolog davolash kerak degan 4 ta asosiy savolingizga javob beramiz.
yosh bolalarda asosan kelib chiqish o'zi sababini ko'rishimiz kerak. Bu nasliy ota-onasidan yo biror bir qarindoshidan o'tgan bo'lishi mumkin. Keyin bolalarni eng birinchi tekshiruvi o'sha agar g'ilaylik kuzatiladigan bo'lsa yokida ota-onasida ko'rish bilan muammosi bo'lsa, eng birinchi tekshiruvlari 1 yoshida boshlab qilish kerak bo'ladi. Agar ko'zida o'sha tekshirganimizda ochki taqadigan holat bo'lsa, lekin g'ilaylik yo'q bo'lsa ham o'sha g'ilaylikni oldini olish maqsadida albatta ko'z oynak berishimiz kerak. Keyingi tekshiruvi 3 yoshida, o'sha asosan yosh bolada 2-3 yoshida kuzatiladi bolada. Tekshiruvlar qilinadi, kerak bo'ladigan bo'lsa ko'z oynak yokida mashqlari yokida o'sha maxsus apparatlar yordamida yordam berib, sababini oldini olish, yordam berish amaliyotlari qilinadi. Agarda ham o'sha davolash natija bermagan bo'lsa, u oxirgi bosqichida o'sha jarrohlik yo'li bilan to'g'rilaymiz. Yosh katta bo'lgan bemorlarda asosan bu narsa yo jarohatdan keyin bo'ladi, yoki o'sha ko'rish o'tkirligi pastligi hisobiga ochki taqmagan yoki o'sha mashqlarini qilmagan, bitta ko'z dangasa bo'lib qolganligi sababli ikkilamchi g'ilaylik kelib chiqadi. Qo'shimchasiga o'sha boshqa yondosh kasalliklar, nevrologik yoki yurak tomonidan boshqa tomoniga kasalliklar o'sha g'ilayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin ba'zida yosh kattalar kelib qoladi, yoshligida qildirmagan bo'ladi. Shu so'rasangiz, men yoshligimdan ko'zim g'ilaylashib yurgan, lekin ko'p e'tibor bermaganman. Endi deydi, meni qudandalik bo'lyapman deydi, ko'zim postoyanno g'ilayib turibdi, qiz chiqaraman yo o'g'il uylantiraman deb qudalar oldida uylanib qoldim deb keladi, ko'zini to'g'rilab beramiz inshaalloh. Bu juda biz uchun har doim qiladigan ish bo'lib qolgan. O'shaning uchun ko'zda g'ilayligini to'g'rilab bergandan keyin umuman boshqa odamga aylanib qoladi. Ba'zida endi bizda hamma bemorda do post operatsiyasi borda. Bu biz o'zimizni ishimizni doim kuzatib boramiz. Operatsiyadan oldingi holatni, operatsiyadan keyingi holat bizda turadi har doim. Masalan, deylik 5 yil oldingi operatsiya qilgan bo'lsak ham bizda buni albatta bizda aniqlar bor, rasmlar bor. O'shani ko'rsak, operatsiya oldingi holati bilan boshqa odamda umuman, operatsiyadan keyingi holati umuman boshqa odam. Yuz o'zgarib ketib qoladi. Ko'zi bir tomonga qochib yurgan odam. Endi bugun bitta bemorni ko'rdim. Ko'zida 2 yoshli bola ota-ona xohlayapti buni tezroq tuzatib yuborib, g'ilaylikdan qutulish xohlaydi. Bu deydi, kattaroq bo'lsa operatsiya, biz aytdik, 6 yosh, 6,5 yosh sabr qilasan, 6,5 yoshda to'g'rilaymiz. Atropenzatsiya berdim, refraksiya 0,voy, ochki почти plus 0,5 taqqan, ko'ziga yordam bermagan, ko'z ichkari ketadigan g'ilaylik. 5 kunga atropenzatsiya berdim, namanganlik bemor. Plus 2,5 plus 3 chiqib o'tiribdi-da. Aytdim, buni hozir birinchi ochki beramiz. Keyin kuzatamiz. 3 oydan keyin yana qayta ko'ramiz. Otasi, onasi o'tirib aytadi, shu kech bo'lib qolmaymi deb xavotir bilan o'tiribdi-da odamlar. Sabr qilinglar. 2 yosh bolangizda g'ilaylik bormi? Operatsiya qildirib qo'ymang hali. Buni avval ko'zda ochki berib harakat qilib ko'rish kerak. Bu sxajashni imенно ko'zga ichkari ketadigan g'ilaylik bu. Hali bu hozir neokomoditsion kasallik. Hali ochki bilan o'zgarmaydi hali. Sekin-sekin o'zgaradi bu. O'shaning uchun ota-ona xohlaydi g'ilaylik tezroq tuzatishni. Chunki hammani bolasi to'g'rida sizni bolangiz ko'zi qiyshiq turishi sizga yoqmaydi. Lekin bizga birinchi o'rinda unday emas. Birinchi o'rin ko'z to'g'rilash emas, birinchi o'rin ko'rishini to'g'rilash. U bolani plus ko'rishi xira. 2 yoshli bolani bilmayapti. Men aytdim, bolangiz ko'rish xirasi, ha to'g'ri deydi. Ko'zini qisib qaraydi, yaqinga borib qaraydi deb aytayapti. 2-3 yoshli bolanda birinchi ko'rishni to'g'rilab olsak, xudo xolasa, g'ilayligini 6-6,5 yoshgacha o'zi to'g'rilib ketishi ehtimoli yuqori. Keyin agar mabodo kerak bo'lsa, biz to'g'rilab qo'yamiz. Shu maktabgacha bolangizni ko'rishini to'g'rilab, g'ilayligini to'g'rilab beramiz. Endi demak plus bo'lsa, ko'z ichkari ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda ochkini to'g'ri berish kerak. Asferik ochkilarga o'zgartirishga. Hozir hamma joyda sferik ochkilar beriladi. Sferik ochkilar nima? Oynani o'rtasi ko'rsatadi, yoni yaxshi ko'rsatmaydi. Ochki qiyshiqroq tursa, bolaning ko'ziga foyda bermaydi bu ochkingiz. O'shaning uchun asferik ochkilar, bu qimmat turadi bu ochkilar. O'shanaqa ochkiga o'zgartirish kerak, bolaning ko'zini. O'shanga o'rgatish kerak. O'sha ochkini qilib turib, sekin g'ilaylik to'g'rilab olsa bo'ladi. Birinchi yo'l shu. Agar ko'z tashqariga ketadigan g'ilaylik bo'lsa, plus bo'lsa, bu ochki berish foydasi yo'q. Ko'zni to'g'rilab qo'yish kerak. Bunaqa juda kam uchraydi. Lekin ko'z tashqariga ketsa-da, minus bo'lsa, ko'zoynak bilan to'g'rilasa bo'ladi.
bola kichkina, ko'zda minusi bor, ko'z tashqari ketadi, -5 bor deylik. Ko'z tashqari ketadi yo -4 bor. Ochki bersak, sekin ko'z to'ppa-to'g'ri ketadi juda ko'pchiligi. O'shaning uchun buni bilish kerak. Endi bolada 7 yosh, 8 yosh yo 6 yosh ochki berasiz ham g'alalik o'zgarmaydi yoki refraksiyasi 0, ko'rish 100%. Bunaqa bemorlar ham ko'p. Bunaqa holatlarda biz ko'zni to'g'irlaymiz. Ikkita ko'zi galma-galdan ketadiganlar bor, juda ko'p. Bitta ko'zi bilan qarab turadi-da, xayoli ketib qolsa, ikkinchi ko'z qochib ketib qoladi. Yoki bir ko'z bilan qarab turadi-da, xayoli ketsa, bu ko'z qochib ketib qoladi. Bu galma-galdan alterniruющий g'alalik deydi. Buni biza birinchi etapda 3 ta mushagini to'g'irlaymizda, ko'z ketishi o'zi bitta etapda o'zi ko'z to'g'rib qoladi. Juda ko'pchilik aksariyat. Kamdan kam holatda 4-mushakka tegamiz. Yana bitta guruhlar bor bemorlarni juda ham achinarli bu holat. Yoshligidan g'illaylik bo'ladi, yoshi kattalar yo birorta qarindosh yetadi, tiq tekkizmaylar, yoshi katta bo'lganda o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Kuchga kirganda operatsiya qildirasizlar, boshqa 18 yoshdan keyin operatsiya qildirasan deydi. Shunaqa deydi. Lekin u to'g'ri operatsiyasini xohlagan yoshida qilib berishimiz mumkin, lekin uje u yoshgacha ham ko'zi dangasa ko'z bo'lib qolgan bo'ladi. Uni faqat kosmetik jihatdan to'g'rilab qo'yib, bitta ko'zi yaxshi ko'radi, ikkinchi ko'zi uje dangasa bo'lib qolgan bo'ladi, unga uje yordam bera olmaymiz. O'shaning uchun eng optimalni yosh o'sha 5 yoshdan boshlab qilinadi. Agarda o'sha ko'rishda muammo bo'ladigan bo'lsa 7-8 yoshgacha ham ochkilar bilan davolaymiz, maxsus apparatlarda davolaymiz. Agar shunda ham yordam bermasagina yokida murakkab g'illaylik, o'sha vertikal g'illayliklar qo'shimchasi bo'ladigan bo'lsa, eng oxirida o'sha jarrohlik bilan g'illaylikka oldini olamiz ham ko'rish o'tkirligini ham saqlab qolgan bo'lamiz. Shunday. Keyin yana bitta men iltimos qilardim bemorlardan, shu qayerdadir operatsiya qildirdingizmi? Shu vipiskada necha millimetr mushak kesganini, mushakda qaysidir qismi operatsiya bo'lganini yozdirib olinglar vipiskaga. Biz odatda har bir bemorga beramiz. Mana shu mushagida o'ng ko'zda shuncha ishladik, millimetr, bu chap ko'zda shuncha, qaysi mushagida, masalan 6 ta mushak o'ng ko'zda, chap ko'zda yana 6 ta mushakda, 12 ta mushakda muammo bo'lishi mumkin. Bizda o'sha vipiskada yozib beramiz, chunki ertaga mabodo g'illayligingiz qaytalansa, biz bilamiz sizda nima operatsiya bo'lgan. Lekin ko'pchilik o'shansani olib kelmaydi, yo'q, qo'lida vipiska berilmagan yoki. Chunki naugat kirasida operatsiyaga, masalan, mabodo yoshligida operatsiya bo'lgan yoki bir 5 yil oldin yo 3 yil oldin operatsiya yoki 1 yil oldin qayerda operatsiya bo'ldingiz, nimadir sizga yoqmadi. G'illayligingiz bo'ldi. Qayta bizga kelsangiz, biz to'g'rilaymiz u g'illaylik. Lekin qo'lda vipiska bo'lsa, qaysi mushagida qancha ishlanganligini bilsak, bizga keyingi etapda qilishimiz bizga oson bo'ladi. Bunaqa holatlar ham ko'p. Masalan, bir qachondir operatsiya qildirdingiz, ko'zingiz yaxshi bo'lmadi baribir. Masalan, tashqari ketgan ko'zingiz to'g'ri bo'lmadi. Lekin bunaqa holatda ham biz ko'p qilamiz. Juda ko'p g'illayliklarni to'g'rilaymiz. Ya'ni boshqa joyda qildirib kelingan, lekin sizga yoqmagan holatlarda ham g'illaylikda to'g'rilaymiz. Ba'zi g'illayliklar bor, ko'zni mushagi umuman ishlamaydi. Faraz qilaylik, bolani ko'zi shunday turibdi, ichkari kirib ketib qolganda, tashqari harakati yo'q bir ko'z. Unaqa o'sha buni nisaдружественный косоглаз deyiladi. O'sha ko'zni bitta mushagi yo yo'q bo'ladi tashqari tortadigan, yo o'sha mushak ishlamaydi, yo ichkari mushak juda kuchli tortib qo'ygan bo'ladi. O'shanaqa holatda biz birinchi o'rinda ko'zni mushagini MRT qilib ko'ramiz. Agar o'sha mushagingiz tashqari tortadigan mushak bo'lsa-yu ishlamasa, bu demak bu nervni muammosi bo'ladi. Nevropatolog bilan birgalikda davolaymiz. Lekin bunaqa holatda ham operatsiya qilamiz ba'zi holatda va ko'zni to'g'rilab beramiz. Lekin bu o'sha birinchi o'rinda nevropatolog bilan birga совместно davolaymiz. Bizda yaxshi nevropatologimiz bor. O'sha ko'zda harakatini ta'minlaydigan doktorimiz bor. Nechta juda ko'p bemorlar o'sha ko'zini harakatini qilib berdi. Lekin g'illayligi tuzalmasa, uni operatsiya bilan tuzatib beramiz. O'shaning uchun biz nevrologическийmi, ko'znikimi, o'shani aniqlab olamiz. Ba'zi holatlar bor, bir necha yil nevropatologda lecheniya oladi-da kasal. Keladi. Ba'zi aytadi, men dedi 5 yil dedi nevropatologda lecheniya oldim dedi. Ko'z tashqari ketgan g'illaylik, ko'z harakatlari to'liq, umuman nevrologический emas-da endi. Keyin lecheniyalarni ko'rasiz, keyin aytasiz, buni yana 5 yil lecheniya qilsang ham bir tiyinlik foydasi bermaydi. O'shaning uchun birinchi ko'z doktori ko'rsatib qo'yish kerak. G'illaylik bo'ldimi? Nevropatologda lecheniyasi
yordam bermaydi. Ko'zni mushagini masalan qiyshiqligi mushakni o'zi bittasi kuchli, bittasi kuchsiz bo'lgan holatlarda biz o'shani kuchiga qarab turib g'illayligini to'g'rilab beramiz. Bola o'sha katta bo'lib qolgandan keyin uyalib yurib bitta ko'z dangasa bo'lib hozir aytyaptilar. Mana hozir masalan bir ko'zni postoyan tashqarida ketadigan yo ko'z ichkariga postoyan ketib qoladigan g'illayliklarda o'sha ketib qolgan ko'z ishlamasdan sekin ambliopiya, ya'ni ko'z dangasa bo'lib qoladi. Bu yomon narsa bu. Yaxshi ko'rish bo'lmaydi. G'illayligingizni to'g'rilab beramiz, lekin ko'rish yaxshilanmaydi. O'shaning uchun vaqtida ko'rsatish kerak. Mayli nevrologik bo'lsa nevropatolog davolasin, lekin bu nervga aloqasi yo'q bo'lgan bemorlarda iltimos hurmatli nevropatologlar ko'z doktori bilan bitta maslahatlashib ko'ringlar. Chunki hozirgi paytda g'illaylikni davolash, g'illaylikni operatsiya qilish, g'illaylikni batamom tuzatib yuborish imkoniyati mavjud. To'g'ri, o'sha sabablarini o'rganib chiqishimiz kerak, yaxshilab o'sha ochkilarni yurg'izish kerak, o'sha ko'z dangasa bo'ladigan bo'lsa, maxsus o'sha ko'zoynaklar, ko'zni yopib qilish kerak bo'lgan mashqlarini qilish kerak bo'ladi. Ota-onalar qiynaldik, bola yopmadi, boshqamadi deb tashlab ham qo'ygan ota-onalar juda ham ko'p. Uni o'zi maxsus yechimlari bor. Bolaga qiziqtirish, ya'ni o'sha qaroqchiga o'xshab yopib qo'yib, qaroqchi kiyimlarini olib berish kerak bo'ladi, dash kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziqtirib, agar ana qilsa bola qiladi o'sha narsani. Mana qara o'ynaymiz, mana agar yopsang bunaqa qilamiz yokida hozir kunda maxsus o'shanaqa chiroyli hayvonlarni ko'ziga o'xshagan, o'zini o'sha yoqtirgan personajlariga o'xshagan maxsus nakleykalar ham ishlab chiqarilgan. O'shanaqalar qilib qilsa ham bola qiziqib bo'lsa ham ozgina qilib sekin o'rganib ketadi. Ko'rish o'tkirligini oshirib olsak, ayrim holatlarda operatsiya ham kerak bo'lmagan holatlar ham ko'p uchrab qolgan. O'shaning uchun baribir operatsiya qilarkanmiz yo baribir eplolmadim deb tashlab qo'yish kerak emasdi. O'sha narsalarni qilishga harakat qilish kerak yosh bolalarda ham. Shunday. Hozir mana yuqorida aytdim, ko'zda mushagi bo'lmaydigan holatlar bor-da. Masalan, o'sha nisadrajniy kasalliklarni avval hammasini paralitik kasalliklar deyilgan. Hozir unday emas. Ba'zida o'sha ko'zni tashqari tortadigan mushak bo'lmaydi. Uni qancha nevropatolog davolasa ham foydasi yo'q. Uni paraliz deb o'ylaydida, lecheniya qilaveradi. Bittagina MRT qilib ko'zni mushagi bormi, yo'qmi bilib qo'y, keyin lecheniya qildi. O'sha narsa hozirgi paytda bizda bolezni tochkamiz, og'riqli nuqtamiz o'sha narsa. Chunki ko'p bemorlar nevropatologda lecheniya oladi, keyin ko'z doktoriga keladi. Men lecheniya oldim, foyda bermadi deydi. Yoki ba'zida aytaman deydi, lecheniya oldimda deydi, bolam ko'zi yaxshilandi deydi. Lekin deydi, yana ketib qoldi deydi. Bir qiziq, men ham hayron qolaman. Tashqariga ketadigan обычный содружество альтернативных kasalliklarimiz bor, hamkor g'illayliklarimiz bor. Nevropatolog lecheniyadan o'zgarish berish mumkin emas bu. Mumkin emas bu narsa. Lekin xayolida ketgani yaxshi bo'ldi deb o'ylaydi-da, lekin baribir olib keladi ko'z to'g'ri bo'lmagandan keyin. Chunki bola tiklab qarasa, huzurdan to'g'ri qilib turadi-da, xayol ketsa, tik ketib qoladi-da. Bolani bu o'zini xohishi bilan borda, diqqatini tiklab turaveradi-da, sizga ko'zini ketkizmay turadi. Bitta bola chalg'isa, ko'zi qochadi, bitta ko'zi. O'shanaqa holat juda ko'p. Uni siz bolani diqqatini jamlashga qarab nevropatolog lecheniyadan yaxshi bo'lib qoldim deyish bu xato bo'ladi. O'shaning uchun azizlar, agarki sizda o'sha bolangizda yo tanishingizda g'illaylik bo'lsa, yo qarindoshingizda g'illaylik bo'lsa, yo ko'cha-ko'yda g'illaylik ko'rsangiz, bemalol ko'z nuri klinikasini, hozir mana pastda raqamlari bor, bersangiz bo'ladi. Kommentariyalarda yozib qoldiring, ularga bu videoni ulashing. G'illaylikni tuzatsa bo'ladi azizlar. Chunki bizda minglab bemorlar bor, minglab. Ishonasizmi? Minglab. Yaxshi bo'lib ketib, xursand bo'lib ketib, xuddi ko'zi ko'r bo'lib qolgan odam ko'zi tuzalgandek yaxshi bo'ladi. Juda ko'pchiligi. Xursand bo'lib yozadi, odzivlar, meni ko'rishim zo'r bo'lib ketdi, g'illayligim, rasmlarini tashab, kulib, xuddi ular bilan birga qo'shilib men xursand bo'laman o'sha g'illaylikdan tuzalgan bemorlarni ko'rsam. Chunki hayotda o'zini o'rnini topishi oson bo'ladi. Bir qizlarni ko'raman, yosh katta bo'lib qolgan, 30 ga kirgan, 35 ga kirgan. Turmushga chiqa olmay yuribdi ko'pchiligida, g'illaylik ko'zi tashqariga ketgan, ichkari kirib ketgan. Juda ko'pchiligi. Uni to'g'rilab berganingizdan keyin tashlaydi. Biz to'y qildik, xursand bo'ldik, meni bolamni turmushga berdim, yo uylantirdim o'g'limni normal joydan deydi. Harsi bugun ham bittasi kecha yozyapti bir kishi. O'g'limni uylantira olmayapman.
ko'zida mana shunaqa muammosi borib turib, o'shaning uchun uni tuzatsa bo'ladi. Prosta bizda o'sha yosh katta odamlar ba'zilari bor, tig' tekkizmasin. Biz buni ko'zga tig' tekkizmasdan qilib beramiz. Ya'ni ko'z ichi kesilmaydi, ko'z ichiga kirilmaydi bunda. 10 minut, 15 minutlik bir mushagini to'g'irlaymiz. Ko'z ichiga kiriladigan operatsiya emas bu narsa. Hozirgi paytda rivojlanib ketdi bu narsa. Tig'siz operatsiya deyiladi bu narsa. Operatsiyada ya'ni sizda o'sha ko'zni ichiga kirilmaydi. Bu bir 15 minutlik bitta mushagingiz, yana bir ikkita mushagingiz ishlansa, demak bir yarim soatda. Agar 3 ta mushak bo'lsa, 45 minutda mushagingiz repozitsiya qilinadi. Mushagingiz qaysidir o'ngga olinadi, qaysidir chapga olinadi. Kuchaytiriladi mushagini. Kuchli mushak bo'lsa, mushakni kuchsizlantiradi. O'sha kuchiga qarab turib mushaklaringizni to'g'irlab berishni yo'lga qo'yganmiz. Muzaffar Baqadevich har doim men aytaman, mana shu doktorimizni nomerlarini beraman. Sizni navbatga qo'yadilar deyman, Muzaffar Baqadevich uni. Chunki g'ilaylik bo'yicha murojaat qilgan bemorlar juda ko'p. Buni to'g'irlab berib, o'zi bir haftada o'z navbat keladi ko'pinchada. Kelib to'g'irlatib ketishadi ko'pchilik. Endi bu narsa yengil og'riqsizlantiruvchi narkoz ostida bo'ladi ko'pchiligi. Ba'zi holatlarda narkoz bermaymiz ham. Yosh kattalarda ko'pincha mahalliy og'riqsizlantirib ukol bilan qilinadi. Bolalarda, kichkina bolalarda mahalliy og'riqsizlantirish beramiz. Qo'shimcha yengil uxlatamiz. O'shanda bemor yaxshi yotib beradi va bir 15 minut, 20 minut bir uxlab turadi, bo'ldi. Qarabsizki, ko'zi to'g'ri bo'ladi. Boshida bir ozgina vaqt qizarib turadi ko'zlar. Qizarishga o'ziga maxsus dorilarni beramiz. Bir hafta, 2 hafta davomida u ham yaxshi ketadi. Shu qizchalarni ko'raman, u kuni Samarqandda ko'rdim. Operatsiya siz qilib bergansiz. Juda chiroyli chiqqan. Operatsiyadan keyingi holat kelib, bizga 1 oy bo'ldi dedi, ko'zini ko'rdim. Qiz xursand. 8 yoshmi, 9 yosh. Endi u bolacha boshqa bolalar oldida uyalib, tortinib yurganda. Shuning uchun demak, nevrologический bo'lsa, nevropatolog bilan birga davolaymiz. Agar bizniki bo'lsa, ko'zda o'sha tashqariga ketadimi, ichkariga ketadimi, bitta yoki ikkita etapda, ko'pincha uzog'i ikkita etapda g'ilaylikda to'g'irlash operatsiyasini qilamiz. Yoshga xos. Demak, 5,5, 6, 6,5 yoshdan maktabgacha to'g'irlab qo'yamiz. Ko'pincha agar yosh kattalar bo'lsa ham, u farqi 40 yosh bo'ladimi, 50 yosh bo'ladimi, 70 yosh bo'ladimi, uni o'rta fariya ko'zni to'g'irlab qo'yamiz. Endi yosh kattalarda nega qilish kerak? Ular bitta ko'z bilan ko'rib o'rganib qolgan ko'pchiligi. Bir ko'z qarab turadi, ikkinchi ko'z buyoqda turadi. Ikkinchi ko'zni olib kelamiz. Ko'z ikkita ko'z to'g'ri ko'radigan bo'ladi. Boshda qanchadir muddat bittasidan ikkita ko'rib turadi. Keyin u narsa yo'qolib ketadi. Kimda 1 kun, kimda 2 kun, kimda 1 oy. Uzog'i 3 oygacha ko'rdim men. Ko'pchiligi tez yo'qolib ketadi. Ba'zilar aytadi, menga 1 soatda yo'qib ketadi, ikkita ko'rishim deydi. Lekin zato endi ikkita ko'zi ishlaydigan bo'ldi. Bitta ko'zi ishlamasdi. Bitta ko'zda charchab yurardi. Hozir deydi, shunday qaradim deydi, ikkita ko'z bilan ko'raman, ikkita ko'zimda charchamaydi deydi. Shunaqa bemorlar ham juda ko'p. O'shaning uchun yoshingiz katta bo'lib qolgan bo'lsa ham, ko'zingizda ota-onangizda yo qarindoshlaringizda ko'zlarda g'ilaylik bo'lsa, bemalol ko'z nuri klinikasini Toshkentda, Maksim Gorkida, Yakkasaroyda yoki Farg'onada, Qarshida yoki Samarqandda yoki Buxoroda filiallarimiz bor. Borib bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi, chunki biz g'ilaylik bo'yicha doimo bemorlarni kuzatuvga boramiz va bizning bemor doktorlarimiz ham o'sha sizni qaysi filialda ko'rishimizdan qat'iy nazar danlaringizni bizga tashlaydi, rasmlaringizni tashlaydi va biz bilan ham to'g'ridan to'g'ri maslahat olib turadi. O'shaning uchun ko'z nuri klinikasini har bir filialiga murojaat qilsangiz bo'ladi, chunki bizda bu to'liq yo'lga qo'yilgan. Lekin g'ilaylik bor ekan, buni tig' tekkizmas ekan, tig' tekkizar ekan deb qo'rqib yurmanglar buni. Chunki ko'z ichiga, men hozir yuqorida aytdim, ichiga kirmaymiz. Ko'z ichiga tig' kirmaydi umuman. Faqat mushagini to'g'irlaymiz. Buni maxsus o'zi bizda o'sha o'rganilgan bu narsa butun dunyoda qilingan muolajalardan biri hisoblanadi. Yana bir iltimos qilib qolamiz o'sha bemorlardan. Operatsiyani to'y uchun yokida to'yiga 1 oy qoldi, 1 hafta qoldi deb kelishadi. U shunaqa paytda qildirmasdan uni o'zini belgilangan yoshligida qildirib qo'yadigan bo'lsa, ham bola birinchi navbatda ko'rish o'tkiligini saqlab qolamiz. Ham o'sha aytib o'tganingizdagi hayotda o'z o'rnini topishga qiynalmaydi. Bemorlar kelishadi, maktabida hamma kulyapti ustidan, bolam yerga qarab yuribdi, maktabga borgisi kelmaydi deydi, o'qishga qiziqishi yo'q, borgisi kelmaydi.
o'qishdan qolib ketadi, o'zlashtirishdan qolib ketadi. Hattoki ota-onalar bo'ladi, уже bog'chadan bolalar yetishyapti. Nega ko'zing unaqa? Nega ko'zing bittasi boshqa joyga qarab turibdi deb. O'sha uchun uni qanchalik voqli uni biza oldini olib qo'ysak, ham bola rivojlanishida ortda qolmaydi. Hayotda o'z o'rnini topadi. Faqatgina o'sha to'yida chiroyli ko'rinish uchun bir kun uchun emas, butun umr yoshligidan yaxshi ko'rib, hamma narsani ikkala ko'z bilan ko'rib, to'liq rivojlanish uchun muhim hisoblanadi bu narsa. O'shaning uchun vaqtni boy bermasdan hamma narsani belgilangan o'zining yoshida o'tkazish hamda o'sha bog'chaga chiqishdan oldin hamma joyda medko'riklardan o'tkaziladi, maktabga chiqishdan oldin o'tkaziladi. Bizda endi o'sha narsa hozir rivojlanib ketgan. Iltimos qilishadi, bolani ovora qilgisi kelmaydi, yozib bering, sog'lom yaxshi ko'radi, boshqa ko'radi. U bitta ko'zi bilan yaxshi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bitta ko'zi xira ko'rayotgan bo'lishi mumkin. O'sha sababdan kengliklar kelib chiqishi mumkin. O'shaning uchun bunga ham befarq bo'lmasdan medko'riklardan, hamma doktorlardan to'liq o'tkazish kerak. Bu oddiy narsa emas, bu bolani sog'lig'i. O'sha bizaga ko'rinmayotgan ichki organlarda nimadir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ko'zlarida nimadir bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bularga befarq qarash kerak emas. To'g'ri. Demak, o'sha to'ydan oldin deylik, bir 3 oy oldin qancha qildirsa bo'ladi. Agar mabodo ko'rib qoldingiz, yaqinda to'y 3 oydan keyin bemalol 3 oy oldin qilib qo'ysa bo'ladi. Endi bu buni endi to'yingizgacha borib yurmang demoqchi emasmiz, yuring demoqchi emasmiz, lekin qilsa bo'ladi 3 oy oldin. Endi 1 oy juda kam. Qancha bir 3 oy oldin g'ilayligini to'g'rilab qo'yib, keyin 3 oydan keyin to'y qilsangiz bo'ladi. Bola har doim pastga qarab yuradi-da. Ba'zi qizlar bor, shu sochini shunday tushirib oladi-da. Shu ko'rmasin. Ko'tarmaydi boshini. Pastda yana mana shunday qilib yuradi. Shu mana shunday qarang deyman bemorga. Qaragisi kelmaydi. Biladda uyala. Yoki mana yonbosh bilan qarang, yonbosh bilan qarang. Mana shunday qarang, mana shunday qarang. Bu ko'z g'ilayligi borda, bunday qilsa ko'zi sezilib qoladi. O'shaning uchun men aytaman, endi deyman g'ilaylik to'g'rilab bergandek, mana shunday qaraysan, endi uyalmaysan deyman. Yonbosh qarashing shart emas, soch tushirishing shart emas deyman. Boyagi xursand, boshni постоянно pastga egikda, u bitta kamchiligini birovga ko'rsatkish kelmaydi-da, o'zini kamchiligini. O'shaning uchun bolani ezib yuraveradi ota-ona. Shu katta bo'lgancha 14 yosh, 15 yoshgacha bolalarning oldida постоянно boshi egikda. Bemalol ko'tarib, xursand bo'lib, g'ilayliksiz yashasa bo'ladi bola. O'shaning uchun ota-onalarga men tavsiyam, mabodo ko'z doktor aytib, sizda aytib 14 yoshgacha g'ilaylik to'g'rilama desa, hozir ham bor shunaqa endi. Unday qilmang. Qiladigan doktorni ko'rsating. Hamma doktor g'ilaylik to'g'rilamaydi, hamma ko'z doktor. Hamma doktor bu bo'yicha shug'ullanmaydi, ko'z doktorlar. Maxsus ko'zni g'ilaylik bo'yicha shug'ullanadigan doktorlar bor. Bizning klinikada ham hamma doktor shug'ullanmaydi, lekin bizning klinika umumiy shug'ullangani uchun doktorlar biladi qachon qilish kerak, qachon qilish kerak emas. Lekin ba'zi klinikalar bor, umuman g'ilaylik operatsiya qilmaydi. Agar mabodo siz ko'rsatgan doktor g'ilaylik bo'yicha shug'ullanadigan doktor bo'lmasa, operatsiya qiladigan doktor bo'lmasa, siz обязательно operatsiya qiladigan doktorni ko'rsating. Chunki u doktor ko'proq biladi, har doim shu ish bo'yicha shug'ullanib kelgan. Umumiy ko'z doktor hammasini biladigan emas bu narsa. O'shaning uchun 2-3 ta doktorni ko'rsating, keyin haqiqiy qarorga keling. Meni tavsiyam sizga shu. Bizni o'sha tavsiyamiz sizga ko'zingiz, bolangiz ko'zini tuzatish. O'sha bolani ko'zi umrining oxirigacha shu g'ilayliksiz, hamma qatori, hamma bola qatori, hamma odamlar qatori bir xil bo'lish. Ko'z nuri klinikasi sizga xizmat ko'rsatishdan mamnun. Kommentariylarda yozing, savollaringiz bo'lsa, qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.